Assalomu alaykum, hurmatli chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun 24-yanvar 2026-yil biz Namangan viloyat Pop tuman Chodaq qishlog'ida o'zimizning xonadondan bug'oz qo'ylarni video syomkasini qilyapmiz. Dehqon akalarimizni o'sha qo'ylarni o'zimizning xonadonga olib kelganmiz. Mana hozir syomkasini qilyapmiz. Video chiqarmay qo'yganimizga ham ancha bo'ldi. Buning uchun obunachilardan uzr so'raymiz. Mana 8 dona bug'oz qo'ylarimiz. 8 dona. İçidagi mana bu kichkinalarga e'tibor bermaymiz. Ular kichkina qo'ziqochqonlar 4 dona, ular alohida. 8 dona. Xudo xolasa bug'oz hammasi uzog'i fevral oyining oxiri, martning boshida tug'ishni boshlaydi, biroz kechkiroq. Yoshlariga kelsak, yoshlari ikkita 6 tishi bor, qolgani 4 tish. Hamma sifatli qo'ylar. Videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Maqsadga o'tamiz. Maqsad sotish. Tanlab olish 5 milliondan. Agar 8 donasi bir joyda ketadigan bo'lsa, yana xayriga o'tib beramiz. Savdoni sunnatiga, xayriga, molni xayriga o'tib beradigan joy bor. Albatta videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sababiki bizning video to'g'ridan to'g'ri montajsiz qo'yiladi. Murojaat uchun telefon 93 970 82 82 970 82 82 93 kodi bilan 970 82 82. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shib, like va obuna bo'lasiz degan umiddamiz. Like bosishni ekan. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa endi bemalol bo'lib chiroyli qo'ylardan chiqarishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan uzr so'rayman, sababi ozgina shaxsiy masalalar borligi uchun bir oyga yaqin video chiqara olmadik. Xudo xolasa endi har haftasiga 2-3 video chiqadi endi. Xudo xolasa. E'tibor uchun rahmat. Hamma chorvalarga baraka bersin.